O ishlarni qaranglar akalar. Bu qiyin bo'lsa, shunaqa yeb ichib tursa, tomosha qilib egalarga mana dam berib tursa, ha akalar. Endi bularni hammasini o'zining egalari bo'ladi-yu. Xudo xolasa bugun yetib boradi egalariga. Akalar, sotiladigan Qirg'iziston paroda va shunaqangi Greenford bir jup buqamiz bor. Shularni hozir sizlarga chiroyli qilib video obzor qilamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa akalarim, videoni oxirigacha ko'ringlar. Tashqariga chiqaramiz, ma'lumotini beramiz, narx-navolarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, yurgizaylik. Ma'qul kelsa akalar, donaga ham bir joyga ham sotiladi. Layklarni bosib turinglar, biz boshladik. Assalomu alaykum. Yurtimiz kanal obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, oldiga ketadi. Akalar, Andijon viloyati, Andijon tumani, Ayrilish mahallasida shunaqangi Qirg'iziston parodalarida yaxshi bir naslli buqalarni xalqqa yetkazib berayotgan Habibulloh akamizni mini fermalarida sizlar uchun xudo xolasa qisqa valyonda bir partiya buqalarimiz bor. Shularda akalar narx-navolar, ma'lumotlarni sizlarga chiroyli qilib yetkazamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa akalar, ekranda nomerlar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Bugun 20-iyun, hafta kuniga akalarim Juma ayom barchaga muborak bo'lsin. Naqd to's Abdulloh. Diqqat qilinglar. O'zi ko'p bo'lmaydi aytib o'tganimizdek videomiz. Naqd to's deyapman. Bitta ko'rsatamiz, narx-navolarni aytamiz, ma'lumotini aytamiz akalar. Hammasi paltalashga, yemlashga tayyor bo'lgan buqalar. O'zi aslida boylab chiqariladigan mollar, lekin bir oyoq qo'llarini ko'raylik deb qiziqib turgan akalarimizga xudo xolasa tashqariga chiqarishni ma'qul ko'rdik. Hurmatli obunachilar, mol olaman, buqa olaman deb yurgan do'stlar, oshna-og'ayni, qarindosh urug', shunga o'xshagan bir birodarlarni yurpalariga shunday tashab qo'yinglar, egalariga yetib borsin. Ukalarimiz ham savdosini qilsin, olgan odam ham baraka topib, xudo xolasa rahmatini kommentariyada yozib ketaversin. Xo'p, biz boshladik. Akalar, qaranglar, jonivorlarni, go'zallariga. Ukam, assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Nodin aka, chamayapsizmi? Sizga. Ahmad aka, ishlar boshlab oldingizmi? Rahmat o'zingizdan. Xudoga shukr. Ayom muborak bo'lsin ukam, birinchi o'rinda. Muborak bo'lsin aka, juma ayyomlar. Xo'p, ukam qisqa valyonda nechta, bir 10 tami? Yo'q, 13 ta aka ular. 13 dona, hammasi paltarashga. Ha, hammasi paltarashga buqalar aka. Hali arzoni qimmat deydigan emas shekilli, o'zi bir xil shekilli mollarmi? Raisasi bor. Deyarli bir xilda. Jonivor. Hammasi bir yurgan buqalar aka. Paroda 2 dona Greenforddan qolgani hammasi Qirg'iziston paroda bo'lyaptimi shunda? Ha, shunaqa Greenford bir jup bor aka. Bir jup Greenford akalar. Greenfordlar ham akalar yeb turgan narsalar ekan, quruq emas akalar. Bo'ylari asha eng kichkinalari o'zi Greenfordlar ekan. 1.15 plus mo'ljallarlar 1.20 chiqmaydi-yu, 1.15 ustida chiqadi, to'g'rimi? Ha, shunaqa aka. Lekin etlari zo'r. Mollarni qaranglar, orqalarini mana o'zlari qilib oldi. Mollar butun mollar. Yana aytib o'tib ketamiz. Akalar, Qirg'iziston ochilgani yo'q, mollar kecha bugun kelgani yo'q. Olib mashina boqilayotgan dehqondan xudo xolasa olingan buqalar. 11 ta Qirg'iziston paroda haqida gaplashyapmiz, 2 dona Greenford haqida gaplashyapmiz. Shvetamiz ham o'ta katta ekani. Ha, hozir. Orqadan ham ko'rinib turibdi-da. Mana qarang aka. Buni qaranglar. Baholasi buqalar hammasi bir-biridan yaxshi. O'zini o'zi maqtaydigan mollar aka. Baholasi. Buqalar sifatga zo'r ekan. Kichkina mollar emas. Lekin mana o'zgani mol emas ekanda bular, ha? Yo'q, o'zgani. Ko'lda ya Bishkek moliga o'xshayapti. Sorti yaxshi buqalar. Sorti yaxshi ekanda. O'zi qarang, oyoq qo'li hammasi oq tumshuq, oq bular, baholasi. Endi misol doim gapiramiz, Qirg'izistondan keldi degani u zo'r molni keldi degani emas. Endi ham xoshaki mollari bo'ladi, shvet paroda mollari bo'ladi. To'g'rimi uka? Hozir o'zganiki degani o'zganiki ariqroq, uzunroq bo'ladi. Ular yomon yomon degani emas. Shunday farqi bor lekin. Kalla bosh aytib qo'yapti sirasi mol. Ha. Mollarni hammasini bitta bir tashlab baqqonlar maza qiladi aka. O'zi ham pachka ekanda, shuni aytaman-da. Pachka o'zi aka. Bu qarang. Ikkita Greenford, bitta mana mallani chiqarib yuborsa, hammasi shvet bo'lar ekan. Yana bir xil bo'ladi o'zi ham. 10 tani olaman deganiga bir xil qora shvet bo'ladi aka. Biz yomon chiqarmayapmiz. Prosta hammasini toni bir xil. Haligi bitta odam olib baqadigan partiya qilib qo'ydik. Ha. Endi qiziqsangiz, pulingiz tushsa akalar, hammasini olib baqing. Maza qilib baqib, xudo xolasa Yangi yilgacha baqsin. Ha, Ha, u yangi yilgacha bular aka, xudo xolasa. Enasini ko'rib oladi buqalar. Nasıl yiydigan payt kelganda 1 yashardan pastda mol yo'q bo'lsa kerak buning ichida aka. 1 yashardan
Bir yashar olib o'tgan. Hech bo'lmasa bir 14 oy, 15 oylik bo'zaylarda. Aslida Hech bo'lmasa. Mana akalar oldi. yilgan payt kelgan. Oldingilarimiz qaysi tomonlarga ketib qoldi endi? Oldingilarimiz aka Namanganga berdim. Aha. O'zimiz Asakaga. Vodiyda qoldimi? Ha, o'zimiz vodiyda qoldi. Ukam endi buni qarang. Buni narxi qiziq. Men gapirganimiz bilan masha mol, masha narxga chiqadi. Sizga ham 1-2 so'm foyda qolsa sotasiz. To'g'rimi aka? Shu aka. Hozir tirikchilik u. Video cho'zmaymiz uka. Odam mana shu narxni eshitib, mana shu o'rnidan turib ketsin. Bugun juma dam oldim, jumaga Xudo berdi desin. Xudo xolasa shunaqa bo'ladi aka. Bir joyga aytaylik, katta kichigini aytasini aytib qo'yamiz aka. Xo'p. Bir joyga buni 20,5 milliondan xayri bor, 100 mingdan, 200 mingdan o'tib beray demaymiz. Bo'ladigan qilib qo'yaylik, bir yo'li sotish maqsad aka. 20 million so'mdan bir joyga bo'lsa beramiz aka. 20 milliondan. Ha. Oldi qo'shtiniki. Qo'yoq suyug'i. Hop. Katta kichigiga 19 milliondan boshlab 23 milliongacha mol bor buning ichida aka. 19 million so'mga tanlab berasiz, 23 millionga tanlab Ha, oladi. shunaqa. Endi 19ligi ham ko'p demaymiz, 23ligi ham ko'p deymiz. Bitta ikkitadan aka. Bitta ikkitadan. Bitta ikkitadan chiqadi. Sredniy 20 ni ustida, 20 atrofida mollar o'zi. Kelishamiz. Kelishamiz, murosa qilamiz. Greenfordlarni alohida so'raganga Ana endi so'rayman dedim. Ikkovini. Mana jupi qiziqqani chiqadi aka, mana. To'g'ri. Jupi aka 39 millionga beraman. Ikkovini. Ha. 19,5 milliondan beramiz aka. Buni qarang, 19,5 million so'mdan to'g'ri kelyapti shunda. Ha, 19,5 milliondan. 20 dan deb bu ochirmaylik. Uka, bo'yingizda 1.90 butun bolasiz. Ha, ajratib qo'yib ahmet olaman. Yo'q, rostdan aytaman-da, uka butun bolasiz, butun gapirib, ikkovini 39 emas, 38 qilsa nima bo'ladi? 19 dan. Aka aytganimiz bo'lmaydi. Kelishamiz a? Masofaga qarab, a? Masofaga qarab kelishamiz aka, murosa qilamiz. Masofaga qarab. Hozir buni uyda ham bahsa bo'lar ekan, uylarchiga ham kirib ketib qolyapman hali, ha? Xonakida deb qo'y. Bu Greenfordlar ham yuvosh ekan, haliginaqa bir jinnilik qiladigan emas ekan. Xullas, tushoradigan. Arqonni bo'yniga olgan mollardan ekan. Tan olgan ekan. Gap yo'q. Xo'p, endi buni qarang. Haligi katta shvetimiz yuribdi. Oq shvet bilan u orqada yana bitta yoniga yonma-yon bo'lish ikkovi. Ha, mana. Menimcha shu ikkovi kattalar, ha? Ha, mana shvet eng kattasi aka. Mana shu mana men orqasida ham kelyapti. Izimiz kelyapti. Izimiz. To'g'ri. To'g'rimi? Ha, ash qora. Mana akalar haligi 23 millionga mol olmam deganlarga akalar 23 dedik-a? Ha, 23 million so'm aka. Mana shu ikkovi chiqsa kerak. Qolgani pastlar aka. Qolgani pastida chiqadi. Xo'p, qiziqqaniga sotiladi akalar. So'qaydi akalar. Nima deyapti ular? Lekin qiziqib o'rash kerak-da. Shu. Sonlar. Maşallah. Habibullah. Aka. Bitta martiga marta olaylik, 13 tani bir joyda oldimizda qaygacha jo'nataylik. Vodiyda qolib ketmaylik-ku. Aka Samarqandgacha qilib beramiz. Samarqandgacha. Buni uyog'iga ham kelishamiz, murosa qilamiz. Kelishamiz, ha? Qolib ketmaymiz, Toshkentda yo bir Jizzaxda qolib ketmaymiz. Gap yo'q, hozir endi hamma yo'q, bemalolchilik payti qilib beramiz aka. Ketdi. Hali uyda baqadigan kirib ketdi ana. Qani mana shu yerda. Kirib ketib qolyapti u. O, jonivorni qaranglar akalar. O'ta injiqlardan ekan. Xo'p, endi mashida bor, ha? Ha, bori shu aka, Xudo xolasa boriga baraka. Xudo xolasa. Qiziqqani aloqaga chiqaversin. Aloqaga chiqaversin, kelishamiz, murosa qilamiz aka, sotamiz. Gap yo'q. Bir joyda Xudo xolasa kimga bo'lsa yoqadigan mollar. Kelib ustida ko'rsin. Telefonda har xil ko'rinishi mumkin. Mol sifat, eng qizig'i quruq mol yo'q-da bu yerda. Ha, haligi ikkita qo'shib qo'yibdi, 13 ta o'zi 10 ta ekan, 3 ta qo'shilib qolib deganiga aytdik. Ikkita Greenford qo'shilgan akalar. Mana u haligi bitta oq qo'shilibdi deydik, endi u oq kichkinalik uchun ham boshqa emas, toni boshqalik uchun aytdik. 10 ta bir xil qilib baqaman desangiz, hammasi tonlari qora, sifatlari o'ta injiqlar ekan. Qarang, uqalar o'ta xotirjam uqalardi. Qarang. Voy jonivor. Bizga o'zi oldindan soni muhim emas, u aka, sifat muhim. Sifatga ishlangandan. Ha, hali unda mol yo'q ichida, topa olmaydi unaqasini. Gap yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, kelaverasizlar endi. Mashadan bitta-bitta o'tkazib yuborsak ham, screenshotini qilishib oladi. Abdulla ichga kirib olaverdimi haydab? Bir top qilib haydanglar iloji bo'lsa. Ha, to'stirib. Orqa orqaga qaytarib qo'y. Hurmatli obunachilar, manzil qaytarib qo'yamiz yana Andijon viloyati, Andijon tumani
Ayrilish mahallasida ukamiz Habibullohni mini fermalaridan sizlar uchun maxsus video bo'ldi. Qiziqqanlar ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ayrilishda 5 chinorning oldiga kelib telefon qiladigan bo'lsanglar, ishinglar bitadigan joydamiz. Buqa olaman deyotgan akalarimiz, Qirg'iziston paruda olaman deyotgan akalarimizga jo'natib qo'yinglar. Buqani haqiqatda bir dili yayratadiganlar keldi. Rahmat hammaga.